Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Sudiyona mahallasida bo'pti. Ko'rib turibsizlar, qasr hovlimiz, umumiy yer maydoni 2,6 sotik yer maydoniga ega bo'lgan 5 ta xonasi bor. Umumiy kvadraturasi 270 kvadratni tashkil qilyapti. Ko'rib turibsizlar, xonadonimizga asosiy gilamli eshigimiz orqali, shu eshigimiz orqali kiramiz. Kirganimizda bemalol bitta mashina qo'yishga alohida o'zini joylariga ega. Tashqarimizga ham ikkita mashina qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Mana bu yozgi letniy kuxnyamizni ko'rib turibsizlar. Burchagiga joylashtirilgan. Bemalol qozoncha o'yinlar qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, o'ng qo'lda o'zini alohida saunzeli mavjud. Ko'rsatib o'tib keting. Chiroyli qilib kafilli qilib qo'yishgan stokalarimiz. Like bosib qo'yaversizlar. Ziloniy zonalarni ko'rib turibsizlar, qaranglar. Landshaftli dizaynda qilingan. O'zingizlar bitta baho berib ketaverasizlar. Asosiy gilamli shu eshigimiz orqali kiramiz, kirib to'liq ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Asosiy kiruvchi eshigimizdan shunda kirishimiz bilan qaranglar, mehmonlar kutib oladigan chiroyli divanli zonamiz sizlarni kutib oladi. Eng kamida har bitta ko'rib turgan obunachimizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar bitta like ayamaysa. Endi o'tirib choy damlab olinglar. Asosiy kiruvchi eshigimiz. Shunda kiruvchi eshigimizdan kirishimiz bilan qaranglar, mana joyimiz kiyimlarni ilib qo'yadigan burchagimiz qilingan ekan. Hamga oynamizga necha baho berasizlar, qaranglar. 1 dan 10 gacha baho berib ketaveringlar. Televizorni ilib qo'yadigan zonamiz qanaqa chiqqan? Kommentariyada o'zingizlarni fikringizni qoldirib ketinglar. Birinchi etajimizda birinchi zaldan boshlab qolaylik. Har doim oshxonadan boshlaveramiz. Zalimiz bo'pti, qaranglar. Ko'zga yoqadigan chiroyli fasondan foydalanishgan ekan. Lyustralarga alohida bitta baho berib qo'yaverasizlar. Xonadonimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yaveringlar, okalar. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bo'pti. Qaranglar, oshxonamiz tashqariga qaragan o'zini katta panoramli oynalariga ega. Kuxulli mebellari qaranglar, chiroylilardan qo'yib qo'yishgan ekan. Qanaqa chiqqan? Tek, oppoq qana qaranglar, chiroyli kafillidan qilib qo'yishgan ekan. Yerto'laga tushib ketadigan joyimiz bo'pti. Oxirida ko'rsatib o'taman. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan birinchi spalnimizni ko'rsanglar bo'ladi. Tashqariga eshikni ham qoldirib ketishgan. Общий yuvinish xonasi. Qaranglar, o'zini duchovayasi bilan ancha katta qilingan. Zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarishimiz bilan sizlarning ko'zingizga tushadigan narsa qaranglar, neoklassik usulda qo'yilgan chiroyli lyustramizga ko'zingizga tushadi. Ikkinchi qavat ko'tarishimiz bilan kichkina bo'lsa ham hol kutib oladi. Bu yerga ham qaranglar, divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz. Bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bor. Tashqariga qaragan oynalar bor. Bu yerga ham mebel texnikalari qo'yilgan, divanlarni qo'yib qo'yishgan, qaranglar. Mana bu shkaflardan qo'yib qo'yishgan ekanda, shu joyda qoladi. Hammasi, mana kompyuterning stullarimizgacha ham qo'yib qo'yishgan ekan. Qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Mahallamizning ko'rinishi, balkonimiz ham bor, qaranglar. Tashqaridan mahallamizning ko'rinishi. Ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi xonamiz ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan ikkinchi zalimiz bo'ldi. Zalimizni ham qaranglar, tashqariga qaragan oynalariga ega o'zini. Mana bu remontimiz qanaqa chiqqan? Lyustramiz qanaqa turibdi? O'zingizlar baho berib ketaverasizlar. Xonadonimiz, eslatib o'tib ketaman, umumiy tupli pol radiator orqali isiydi. Ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bo'pti. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Qaranglar, spalnilargacha ham, o'zini shkaflarigacha ham qo'yib ketilgan. O'zini alohida saunzeli ham mavjud. Bitta ko'ringlar. Mana bu yerga oynalarigacha ham qo'yib qo'yishgan ekan. Okalar, qaranglar. Va oxiriga общий saunzelimiz bo'pti. Dushavasi bilan.
Binoni tegi katta yerto'la qilingan. Yerto'lamizni ko'rib turibsizlar. Bu shuna cho'rishimiz bor. Uzunligini, kattaligini qaranglar. Bemalol bu yerga trenajyorni zal olasizlar, bu joyimizni namozxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyingi xonamiz bor-da. Buni ham tashqari qaragan xonalarni turishdi. Oynalar ham qo'yib ketishgan. O'zingizlarni fokusingizlarga moslashtirib, xona qilib olaverasizlar bu joyimizni. Yerto'lamizning oxirgi 3-xonasi bor-da. Bu joyimiz общий yuragi kotelnizni shu yerga joylashtirilgan отопительный sistema. Qaranglar. Ushbu xonadonimiz agar kimga yoqqan bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Xonadonimiz narxini 249 ming dollar narxladik. Egalariga o'zingiz telefon qilib, yanada kelishtirib, baraka qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qiling.